Zahiriddin Muhammad Bobur o'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri, shoir, adib, olim, sarkarda, yirik davlat arbobi, buyuk Boburiylar sulolasi asoschisi. Bobur 1483-yili 14 fevralda Andijon shahrida dunyoga keladi. Boburning otasi Umarshayx Mirzo sohibqiron Amir Temurning 3-o'g'li Mironshoh Mirzoning evarasi bo'lgan. Boburning onasi Qutlug' Nigor xonim Mo'g'ul xonlaridan biri Yunusxonning qizi bo'lgan. Barcha shahzodalar singari Zahiriddin Muhammad Bobur ta'lim va tarbiyani otasining saroyida oladi. Biroq otadan juda erta yetim qoladi. 1494-yili Umarshayx Mirzo baxtsiz hodisa tufayli vafot etadi. 12 yoshda Bobur otasining o'rniga taxtga o'tirishga majbur bo'ldi. U hukmdor bo'lgan dastlabki yillarda Temuriy shahzodalar o'rtasida toju taxt uchun ayovsiz kurash avj. Yosh Zahiriddin Andijon taxti uchun amakisi Sulton Ahmad Mirzo hamda ukasi Jahongir Mirzo bilan kurashishiga to'g'ri keladi. Bobur ukasi bilan murosaga kelishga harakat qiladi. Jahongir Mirzoga Farg'ona o'lisini 2ga taqsimlab uni topshiradi. O'zi esa Samarqand uchun bo'layotgan kurashlarga kirishadi. Kurashlar hech qanday natija bermaydi. Unda katta harbiy kuchga ega bo'lgan Shayboniyxonning qo'li baland keladi. Bobur Samarqandni tashlab, janub tomon bosh olib ketishga majbur bo'ladi. Qobul o'lisida o'z hokimiyatini o'rnatadi. Bobur 1519-1525 yillarda Hindiston uchun bir necha bor janglar olib boradi. 1526-yil Panipat Hindiston sultoni Ibrohim Lodi bilan jang qiladi. 1527-yili esa Chitora hokimi Rano Sanga bilan kurashadi. Ikki kurashda ham Boburning qo'li baland keladi. Shu tariqa Bobur Hindistonda o'z hokimiyatiga asos soladi. Bobur asos solgan sulola tarixda eng yirik sulolalardan biri bo'lib, uning avlodlari 350 yildan ortiq Hindistonga hukmronlik qiladi. Bobur hukmronligi davrida Hindiston gullab yashnaydi. Adabiyot, san'at, shaharsozlik rivojlanadi. Uning o'g'illari va avlodlari davrida Hindiston qudratli mamlakatlardan biriga aylanadi. Yirik Hind olimi Javoharlal Neru u haqida shunday deydi: Bobur Hindistonga kelgandan keyin katta siljishlar yuz berdi va yangi rag'batlantirishlar hayotga, san'atga, arxitekturaga toza havo baxsh etdi. Madaniyatning boshqa sohalari esa bir-birlariga tutashib ketdi. Ulardan so'ng Bobur uzoq yashamadi. 1530-yili Agrada 47 yoshida vafot etdi. Rivoyatlarga ko'ra, Boburning to'ng'ich o'g'li Humoyun Mirzo og'ir dardga chalinadi. Bobur 3 kecha-yu 3 kunduz yaratgandan o'g'lining dardiga shifo so'rab, farzandi chekayotgan dardni Humoyun Mirzo tuzaladi. Biroq Zahiriddin Muhammad Bobur ko'p o'tmay vafot etadi. Zahiriddin Muhammad Bobur 16-asr o'zbek adabiyotining ko'zga ko'ringan vakillaridan biridir. U Nizomiy, Xusrav Dehlaviy, Lutfiy, Navoiy an'analarini davom ettirgan san'atkordir. Bobur asarlari o'zining jozibadorligi, mazmundorligi va badiiy teranligi bilan ajralib turadi. U o'zining murakkab hayot yo'li, ziddiyatli dunyoqarashi hamda boy adabiy ilmiy tafakkuri bilan o'zbek adabiyoti va madaniyati tarixida munosib o'rin egallaydi. Takalluf har necha suratda bo'lsa, undan ortiq seni jon derlar.
betakalluf jondan ortiq sen. Parining husni ichra garchi oti benihoyatdur, meni devona qoshinda, valekin ondan ortiq sen. Pari bu husn birla ko'rsa yuzingni, bo'lur telba, seni ta'rif etar, lekin sifat qilib ondan ortiq sen. Qadam ranjida qil ko'nglim uchun, ey yorning o'qi, mening bu notavon ko'nglimga chun darmondan ortiq sen. Iqomat chunki qilding Boburo, ulhur ko'yida, maqoming ravzadan avlo, o'zing rizvondan ortiq sen.